Sizlar Yunusoboddan udobniy lokatsiyada mehmonxona qidirib yuribsizlarmi? Shohjahon mehmonxonasi aynan sizlar uchun. Iringlar gaplashamiz. Mehmonxonamizda 20 taga yaqin xona bor. Sizlar o'ylab olsanglarmi, bu yerdagi hamma xonalar sizlarga bemalol yetadi. Shohjahon mehmonxonamizdan sizlar uchun cho'tki yangilik. Yangilik nima deb kutyapsizlarmi? Soat ertalabki 9:00 dan 17:00 gacha mehmonxonamizga tashrif buyursanglar, xohlagan turdagi xonalarni atiga 250 ming so'mga olsanglar bo'ladi. Kelayotgan yilda faqat pasport bilan provaysdan chiqmasin. Bu mabodo pasport bilan provayslar bo'lmasa, rasmiy ham bo'laveradi. Shu xonalarimizning umumiy qiymati 200 ming so'mdan 350 ming so'mgacha. Mehmonxonamizda ko'rib turganingizdek, shunaqa 3 kishilik xonalarimiz ham bor. Narxi hech qanday yo'q narx 300 mingdan 350 ming so'mgacha. O'zinglarni sevgan insoninglar bilan kelishib mana shunaqa 2 kishilik xonalarimiz ham bor. Narxi atiga 300 ming so'mdan 350 ming so'mgacha. Adres sizlarga tushuntirib o'taman. Shundagina Sebzordan kelishda 17-balnistadan o'tgandan keyin Shohsaroyi shunday ro'parasida joylashganmiz. Navoda tushunmay qolgan bo'lsangiz, Telegramdan yozsanglar, lokatsiyani tashlab beramiz.